Assalamu alaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Görüb atqanınla Erkin Asiya Radiosu Toğrı Televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısı. Proqramımıza xoş gəldinizlər. Məzkur proqramımızda muşu bir həftə jarayonida radiomuzda Uyğurlarga dair anlatılğan bir qism mühim xəbərlərimizni diqqətinizə sunumuz. Mən Erkin. Mən Gülçehrə. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsilatları da bolsun. Xalqaradakı nopozluq kişilik hüquq organlarından bolğan erkinlik sarayı bu yıllık erkinlik mükafatını Xitay türməsindəki Uyğur ziyalısı İlham Toxtağa verdi. 1943 yıldan beri erkinlik ve demokratiya sahasida avangard rolunu oynagan şəxslərə verilib kelayotgan mükafatının bu yıl İlham Toxtağa verilişi muhaciratdagi Uyğurlarni söyündürdü. Mükafatның tarqıtılış murasimi 8 may günü Washington şəhərindəki Ritz-Carlton mehmanxanasında çağırıldı. İlham Toxtağa verilgan mükafatni onun kızı Cevher İlham topshirib aldı. Murasimda İlham Toxtağa Uyğur ziyalılarının bugünkü qismatları və shuningdek lagerlar meselesi ko'p qitim tilga ilindi. Amerikanın nopozluq televiziya kanallarından CNN'ның muxbirləri Uyğur eldiki yipq tərbiyə lagerlarini təkşiriş üçün Qashqa, Turpan qatarlıq joylarga borgan. Ular borganligi joyida Xitoy saqchilarining qatma-qat to'sqinliklariga uchragan. CNN muxbirlari Xitoy hukumatı qayta tarbiya markazi deb atayotgan o'rinlarning amaliyotda tikanlik sim to'siq, kuzatish munari va boshqa mudofaa aslahalari bilan qo'rshalgan turmining o'zi ekanligini bayqagan. CNNning muxbiri Uyğur eldiki vaziyatni yer shardagi eng cho'ng kishilik huquq dafsandachiliginin biri deb atagan. 7 may günü Kanada'nın Toronto şəhəri mərkəzindəki ən çox təntərbiyə zalında ötküzülən Amerika Dövlətlik Basketbol Cəmiyyətinin kəsbi müsabiqəsində Uyğur serik artisti Aygül Məhəmməd oyun göstərdi. Aygül Məhəmməd səhnədə Uyğur naqşısının təngəşligində yuqarı texnikалық serik maharəti orunlagan. Məzkur müsabiqəni 20 mingdən artıq adam naq meydandan görgən olub, müsabiqə arasında yanğırıgan Uyğurca naqşa diqqət qozulgan. Dünya 80-sida yana bir qitim Uyğurlarni dunyoga tanıtgan Aygül Məhəmməd "Men bir meydan namoyish qilgandek bo'ldim" degan. Mazkur musobaqa jarayonida har qaysi televiziya kanallari naq meydandan tarqatilgan. Bütün dünya musulmonlari uchun xosiyatli oylardan hisoblanadigan Ramazon oyining boshlanishi bilan Uyghur diyoridagi millionlagan musulmonlarning o'zi xohlagancha ro'za tutish imkoniyatining bo'lmasligi yana bir qitim diqqat qo'zg'adi. Xalqaro kechirim tashkiloti Ramazon arifasida Islom hamkorlik tashkilotiga chaqiriq e'lon qilib, mazkur organni Uyghur eldagi musulmonlarning diniy ibodat erkinligini qo'g'dashga chaqirdi. Dünya Uyghur Qurultayı 7 may günü bayanat e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni lagerlarga qamashda diniy e'tiqodni o'lcham qilishning yuqori pallaga chiqayotganligi, Xitoy hukumatining islom dinini ruhiy kasallik deb atash orqali uni butunlay supurib tashlashga atlanganligini eskartdi. Amerika'nın Ma'bun Dövlət Müdafiə Ministri Randy Shriver Xitayning Uyğur rayonida jazo lagerlarini qurib 3 millionga yaqin Uyğur və başqa musulmon millatlarini bu lagerlarga qamağanligini bildirdi. Bu so'zlarni 3 may kuni Amerika Dövlət Müdafiə Ministerligida o'tkazilgan axborot yig'inida qilgan. Randy Shriver jazo lagerlari degan atalg'ini ishlatish sababini izohlab, bizning tutqunlarning ko'lami va yuz berayotgan ishlar haqida egallagan ma'lumotlarimiz va Xitoy hukumatining oshkora bayonlaridan qaraganda bu atalg'ini ishlatish intayin muvofiq degan. Bu Amerika hukumat amaldorlarining tunji qitim rayondagi lagerlarni jazo lagerlari deb atashi, shuningdek tutqularning sonini 3 million atrofida deb e'lon qilishidir. Xitoy hukumatining Uyghur elida yurgizayotgan siyosatlari tufayli Nurmamat Abdulla bir korxonchidan siyosiy panohlang'uchiga aylangan. Uning radiomizga bildirishicha, Nurmamat Abdulla Xitoyning Shinjin shahrida Nur tashqi savdo shirkatini qurib, iqtisodiy jihatdan qad ko'targan. U 5-iyul Urumchi voqeasidan keyingi bostirishlar sababli 2014-yili Turkiyaga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. Uning Xitoy bankisidagi 2 million yuandan ortiq puli to'g'iltib etilgan. Natijada 2018 yilning oxiriga kelganda u Yevropaga ko'chishga majbur bo'lib, ro'naq tepayotgan bir korxonchidan siyosiy panohlang'uchiga aylangan. Nurmamatning bildirishiga qaraganda uning bir aksi lagerda jon uzgan. Qolgan qarindoshlari oilasi bo'yicha lagerga so'langan ekan.
Muhterem televizor kögüçüler yukarıda Erkin Asiya Radyosu Tor televiziyasının haftalık haberler programmasını gördüңler. Keler hafta görüşeyle. Hayır hoş. Hayır hoş.